Xonadon xarid qildingiz, korobka holatida. Endi uni remont qilish kerak. Birinchi o'rinda unga qorashoq qilasiz, emulsiya qilasiz yoki shpaklyovka bilan обой bosasiz, kafel tanlaysiz, rangini moslashtirasiz. Ustoni ужин, обед, завтрак 3 mahal boqasiz. Qancha xarajat ketadi, o'shancha o'ziga qancha xarajat va qancha asabingiz buziladi. Shuncha jarayonni o'ylash bir yoqimsizda o'zi yoqmay qoladi. Shuncha jarayonni o'ylash. Sizlarga oddiy va sodda yechim. Kelinglar, Qorasuv uylari turar joy majmuasiga tayyor podключ xonadonlarni siz boshlang'ich to'lovlarsiz, foiz va penalarsiz xarid qilishingiz mumkin. Buni evaziga sizlarga qanaqa imkoniyat paydo bo'ladi? Ya'niki siz hoziroq shartnoma qiling va o'sha remontingizni ham, xonadoningizni ham narxini bugungi narxda muzlatasiz. Misol uchun, o'rtacha podключ xonadonlarimizni oylik to'lovi 6 million so'mdan boshlanadi va kvadrat metri esa 9 million so'mdan. Bu yerda 9 million so'mdan bo'lgan kvadrat metrimiz podключ xonadonlar uchun 7,5 million so'm korobka va ustiga 1,5 million so'm podключ xonadonlar uchun. 1,5 million so'mdan misol uchun 50 kvadratlik xonadoningiz 75 million so'm. 75 million so'm, ya'ni biz sizdan remont uchun olamiz. O'shani ham 60 oyga bo'lib to'laysiz. O'shani ham birdan bermaysiz. 60 oyga bo'lib to'laysiz. Va shuni evaziga ham podключ xonadoningiz tejaladi, ya'ni siz misol uchun o'zingiz remont qilmoqchi bo'lsangiz ham 100% ayta olamanki 75 milliondan ziyodroq xarajat qilasiz. Aniq 75 milliondan ziyodroq xarajat qilasiz. Shuning uchun xohlasangiz agar podключ xonadonlar kerak bo'lsa, marhamat, sizlarga chiroyli qilib rasmiylashtirib beramiz. Podключ xonadon deganda nima tushuniladi? Xo'p, birinchi bo'lib polni plintus qilib beramiz. Xonalarni, ya'ni devorlarni emulsiya qilib beramiz, ranglab beramiz. Двухконтурный, ya'ni отопление, двухконтурный issiq sovuq uchun kotol, ya'ni двухконтурный deganda keyin кухонный garnitur, кухонный уголок, кухонный mebel qo'yib beramiz. Va har bitta xonalarga kirish eshiklarini qo'yib beramiz. Xullas qilib aytganda, mebelni olib kirasiz, yashab ko'chib kiraverasiz, bo'ldi. Nima qilasiz? Ortiqcha tashvish, asabbuzarlik va hokazo muammolarni. Shuning uchun marhamat, ofisimizga keling. Agar yanada batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sizlar bilan Qorasuv uylari